Mashinalarda zavodskoy kolonka big'illab jonga tegdimi, bu video sizga bag'ishlanadi. Okay, videoni oxirigacha ko'ring. Mana 10 talik qog'ozli, juda sifatsiz bo'ladi. 13 talik основной gentrada turadi. Bu ham qog'ozli va Cobalt mashinalarda 16 kimda tursa mana shunaqa qog'ozli bo'ladi. Juda sifati past bo'ladi. Shularni yechimini zo'rini qilib qo'yganman. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ham arzon, ham sifatli kolonkalarimizni ko'rsataman sizlarga. Mana 16 talik, 13 talik va 10 talik. Sizlarga hozir kolonkalarni bitta-bitta tushuntiraman. 16 talik kolonkamiz, Vanguard kolonkamız juda zo'r kolonka va hi-fi kolonkalarimiz. Bular bez usilitel o'zini joyiga birga bir tushadigan sifatli, ovozi ham zo'r chiqaradi. Endi qaranglar, oldiga qo'yayotganda har doim original sifatli narsa qo'yish kerak. Tabelaga qarab yoki Pioneer qo'yasizlar yoki Kenwood qo'yasizlar. Kimga shunaqa zo'r sifatli kolonkalar kerak bo'lsa, Mejgarozga murojaat qiling. Har doim xizmatingizdamiz.